Simfizitni endi orasi ochiladi. Bizning vazifamiz svyazkasini bo'shatib qo'yish. Dальше nimaga ochiladi desa, mana bu atrofi to'la svyazka edi-ku, buni atrofi. Ichi ham to'la svyazka, to'g'rimi? Mana o'sha joy, mana. Svyazka shunaqa tarang turibdiki, buni ochib yuboryapti. Nima ishtonimizni rezinkasi qattiq bo'lsa, siqadi-ku bizni. Keyin bo'shatib qo'ysak, sal bo'shashadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa svyazka tarang turibdi. Tarang turgandan keyin bu уже chidamaydi, chunki tepadan ham yuk bosyapti, bola bosyapti. Ham ichida suvi ham bor, bosim bo'lgandan keyin bu nima qiladi? Ochilishni boshlaydi. Ochilgandan keyin kuchli og'riq beradi. Pistolet qilib suyak bir-biridan ajrayadi. Og'riq bergandan keyin bizning vazifamiz mana shu yerdagi svyazочный taranglikni bo'shashtirib berish. Keyin matka, bitta matka turuvdimi, bu ishib shariga o'xshab ishib qotdi bo'ldi. Bosim beradimi? Beradi. Bu yoqda ham itaradimi tashqariga? Itaradi. Og'riq beradimi? Beradi. Mana shu yerdagi tarang svyazkalarni bo'shatib bersak, simfizitni dальше ochilishini oldini olgan bo'lamiz. Simfizitni homiladorlik paytida davolanmaydi, lekin og'rig'i ketadi. Millimetr ko'payib ketadi. 7 millimetrgacha norma. 7 millimetrdan keyin уже ochilsa, уже kesirva deydi. Shuning uchun bu yerdagi svyazkalar tarangligini yechib bersak, bu qottalishdan to'xtaydi.